har bir musulmon har kuni uyidan chiqib ketadigan chog'ida mana shu muborak duoni o'qisin. Bismillahi tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytadilarki, kim uyidan chiqib ketish paytida mana shu zikrni qilsa, unga aytiladi: muvaffaq qilinding va himoyalanding deb aytiladi. Demak, bu qaytib kelgunicha Allohning himoyasida bo'ladi. Undan tashqari yana ulovga mingan chog'ida duo qilsin. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb 3 marta aytsin. Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun degan Qur'oni Karimda kelgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam doim ulovga chiqqanlarida o'qigan bir muborak duolari bor. Mana shuni o'qisin.